Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun biz darsimizda antivirus programmalarining demak bazasini yangilashni o'rganamiz. Bazani yangilash uchun albatta biz bazamiz mana bunday eski holatda turadigan, qizil holatda turgan bo'lsa, bazani yangilash uchun bizga albatta Note 32 bazaning bazasi kerak. Buning uchun biz albatta Google Chrome'ga kiramizdagining biz Note 32 baza deb yozib, xo'sh, Enter tugmasini bosamiz. Mana bu yerda demak service.uz da demak antivirus bazasida avtomatik ravishda yangi baza olishimiz mumkin. Ustiga bir marta bosaman. Bosgandan keyin demak mana server.uz sayti ochilgandan keyin mana ESET.32 bazasi ishga tushdi. Mana tugmachani bir marta bosgan vaqtimizda avtomatik ravishda bazani загрузка qiladi. Bazani загрузка qilib bo'ldi. Загрузка qilib bo'lgandan keyin men mana ish stoliga bazani olib qo'ydim. Endi bazani yangilash uchun albatta men o'zim Note 32 ga kiraman. Bazaga kirdim. Buni yangilash uchun albatta bizga demak настройка menusidan перейти в возвращение parametrga kirgandan keyin demak обновленияni bosaman, bitta plus bosaman, обновить bosaman va mana bu yerda изменить tugmachasini bosgan vaqtimda demak boshdan oldin Note 32 bazasini ochib adresdan nusxa olaman. Nusxa olib turib programma yoqib qo'yib, demak изменить ga kirib avtomatik ravishda mana bu yerga demak o'sha olingan adresni qo'yaman va добавить tugmachasini bosib qo'yaman. Bosgandan keyin albatta tanlangan narsani tanlab OK tugmasini bosamiz. Mana ekranga tushdi. Agar mana bu yerda настройка tugmasi vsekda va hammasi demak o'rtada turgani demak avtomatik ravishda demak OK tugmasini bosamiz. Mana bazamiz turibdi. OK tugmasini bosib обновление bosamiz va OK tugmasini bosgandan keyin обновить сейчас deyapti. Hozir demak bazani mana yangilayapti. Jarayon ishga tushyapti. Bazani yangilab bo'lgandan keyin mana bu Note 32 miz qizil holatda turibdi. Mana avtomatik ravishda endi yangi yashil holatga o'tadi. Yashil holatga o'tgandan keyin biz demak fleshkalarni yoki kompyuterning o'zini albatta antivirusga tekshirib olishimiz mumkin. Mana bazamiz yangilanib boryapti. Mana oxiriga yetdi. Hozir yetgandan keyin mana bugunchisi 2023-09-16 baza bilan yangilandi. Yangilash demak yangilangandan keyin kompyuter tekshirish uchun albatta demak vibrochniy skaner bosib turing. Biz ko'pincha bosganimizdan keyin skaner qilishimiz mumkin. Demak mana shu holatda demak antivirus bazasi yangilanadi. Mana antivirus bazasi yangilandi. Biz programmani chiqish kerak bo'lsa X tugmasini bosib yoki pastga kirib turib mana zakir o'ynab bosishimiz mumkin. Mana ko'rib turibsizlar ekranda bazamiz yangilandi. Endi bemalol kompyuterimizda antivirus qilishimiz mumkin.